Liu Bei, Guanyu, Zhang Fei üçüsü emelini taşlap sergerdan bolup ketkendan keyin zada näge bady? Nima ishlarni qildi? Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qolsa biz yana 3 podshohlikni boshlab ketdik. Endi Liu Bei, Guanyu, Zhang Fei üçüsü emelini taşlap chiqib ketgandan keyin näge berishni bilolmay qoldi. Chunki bular bu vaqtda xatolik o'tkazdi. Bular endi cheriklar tutib olsa jazolash mumkin-da. Bularninki zimmasida gunohi bor degan. Shundan u yoqqa bu yoqqa minib oxiri Liu Beining kallasiga bir odam keldi. Yo'da bir odam kelib qoldi. Ya'ni Liu Hui degan odam. Bu Liu Hui degan kim o desa, familiyasini bilamiz. Liu Bei'ninki tuqqani, bir jamoat. Am bu Liu Hui degan odam bu mu bir nahiyaninki aymoq begi. Hamda buni shu o'rnidan aymoq begi qilib tushirganda. Shuning bilan bu Liu Bei'ning borar joyi yo'q. Shuning bilan Liu Hui'ning yoniga berib panohlik izlaydi. Panohlik izlagandan keyin bu mu 3 polvon kelgandan keyin asqatib qoladi, yana ap qoladi. Ap qolgandan keyin shu yerda Liu Hui'ning yonida turib, buning ish kuchlarini qilib, askarlarni mashqlantirib degandek buning yonida ishlab qoldi-da bular. Ishlagandan keyin undan keyin bu Liu Hui'ning atrofidagi boshqa nahiya aymoqdagilar endi bular gap anglamay isyon ko'taradigan ishlarni qildi buningga. Shuning bilan bu Liu Hui ularni bartaraf qilish uchun shu Liu Guanzhang uchisini qo'shin boshlab apirib ularni bostirishga avatidi. Bular urush qilishga moyir, hammaylar bilamiz. Berib haqiqatan u ishlarni yaxshi bitirib kelgandan keyin shuning bilan bu Liu Hui'mi bu Liu Bei, Guanyu, Zhang Fei'ning ko'rsatgan to'ypisini o'rdiq ma'lum qildi. Ma'lum qilgandan keyin unda bo'lsa to'yib ko'rsatgan bo'lsa bularni jinoyatidan saqit qildi. Cho'ng to'yib ko'rsatgan bo'lsa unda azroq amal beriladi deb Liu Bei'ga Ping Yuanshanninki shu nahiya hokimlik o'rnini berdi. Undan keyin Guanyu, Zhang Fei'larmi shularning shu Liu Bei'ning qo'l ostida ishlarni qiladi hamda. Yezda boshliq bo'lib degandek. Guanyu'mi shu Magungshu deb qo'ydi-ku, hisobda shu vaqtdagi amalni aytganda bir amallik saqlag'uchi u, yezininki amallik saqlag'uchisi bo'lib ishlaydi. Andan keyin bular hamda shu nahiyada ishlab, nahiyani gullantirib mevatgan vaqtda hamda buningga Gung Sunzandan bir uchur keladi. Hamda bu Liu Bei bilan Gung Sunzanningki zodi qanday munosabati bor. Hamda mushuni balki nurg'un do'stlar balki bilmaslik mumkin. Amaliyotda Liu Bei bilan Gung Sunzan kichik vaqtidan boshlab saboqdosh. Ya'ni bilim olgan vaqtlarda. Ya'ni o'qimishli kishilar, boylar yoki bo'lmasa amaldorlarning bolalari, asosan bolalarni shu yerdagi mushavirlarga yoki bo'lmasa bilimli kishilarga o'rganishga berdi. O'rganishga berib, ulardan bilim bilishga o'rgatdi-ku. Burungi zamonlarda batdi, hozir men maktabga berdi. Shunga o'xshash berdi. Shu vaqtdagi Gung Sunzan bilan shu Liu Bei ikkisi saboqlashgan kichik vaqtda. Shu tanishdi bular. Bu Gung Sunzandan qanday ma'lumot kelgan degan vaqtda Liu Bei'ni barliq odamlarni boshlab o'zining yoniga kelishga da'vat qildi. Gung Sunzan nima ish bunday qildi? Hammaylar bilamiz, Sao o'sha har bir taram qo'shinlarga, sanog'ullarga maktub yo'llaydi. Mushu maktub yo'llaganlarning ichidami Gung Sunzan bor. Bu maktubda nima deydi desa, qo'shiningizni hammasini olib keling, sanog'ullaringiz bo'lsa, eng no'chalarni elib keling, 18 taram qo'shinni yig'ilib, Donjoga qarshi chiqamiz degandan keyin bu yerda Gung Sunzan qo'shib ketdi. Nimishqa? Amaliyotda shu 18 taram qo'shinning ichida amaliy kuchi eng ojizini Gung Sunzan deyishik bo'ldi. Uning qo'shinida tuzuk odam yo'q. 10 mingga yetib qo'pa odam bor hamda. Tuzuk polvonimi yo'q buningki. Shuning bilan buning beshi qoldi. Bu yaxshi ishkan, mushu banda berib qolsam, to'yib ko'rsatsam, menga bir amal tegib qolsa, nomim chiqsa yoki shundan foydalanib qo'shinim zo'raysam degan bir planni so'qib noit xo'sh bo'lgan bilan buning qo'lida ham bir noch sanog'un yo'q. Hammanglar deyishinglar mumkin bo'ladi. Zhou Yun yo'qmi? Zhou Zulun qani deb. Nurg'unlar shu savolni mendan so'ragan. 18 taram qo'shini kelgan vaqtda shu Liu Bei kelgan vaqtda, Huashun kelgan vaqtda nimishqa Gung Sunzan bor turib, Zhou Yun chiqmaydi. Zhou Zulun nimishqa chiqib ilishmaydi dedi. Amaliyotda Zhou Zulun bu vaqtda Gung Sunzanning yoniga kelmagan. Taxi uning qo'shilmagan vaqti. Taxi u Changshan'da vaqti bu. Shunga
Gongsun Zen'ninki o vaqtda yeyishqandaq sanıgını, palvini yok. Şunun bilan u yan oylab, bu yan oylab, jik gedi kallasiga şu Liu Guanzhang, yani Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei 300 keladi. Bularninki palvan ekanligi ne bildi de bu. Burun bular hemmimiz teng, şu seriq yaqlaqlar qo'shunini bostirgan vaqtda bular uchrashgan shu vaqtda Guan Yu, Zhang Fei'larninki nihoyat kuchli palvan ekanligini bildi. Shuning bilan bu Liu Bei'ga maktub yozib, ishning ahvolini tafsilotini deydi. Shu 18 taram qo'shuni yig'ildi ekan, shundan ishlar qildi ekanmiz ekandan keyin Liu Bei buni topshirib olgandan keyin bu tig'im qo'shildi. Endi nima ish qo'shildi? Amaliyotda Liu Bei'ninki biz Liu Bei'ni so'zlagan dedik, burundulla qalbida cho'ng bir orzusi bor. Cho'ng ish qilish orzusi bor. Bo'lmasa u burunqi nahiyadagi amalan tashlab qochib ketmaydi. Endi xo'sh bo'lishilik sababi nima desa, uning aslida undan nahiyada nahiya hokim bo'lib ishlash maqsadi yo'q. Bu cho'ng ishlarni qilg'isi bor. Shuning bilan endi fursat kelibdi deb xushal bo'lib o'zininki badi yo'q askari 80 dak odamni elib Gongsun Zen'ning yanına bordi. Gongsun Zen'ning yanına borgandan keyin Gongsun Zen buni ko'rib, endi qo'shinning ozligini ko'rib, haqiqatan bunga sal bearam bo'ldi. Ammo Guan Yu, Zhang Fei Liu Bei 300ninki o'zi qo'shilganini xush bo'lib, yana bularni yaxshi o'rinlashtirib, sizlarning hamma ochliq, yeydigan, ichadigan, turadigan hamma narsalarni o'rinlashtirma. Men bilan birga 18 taram qo'shini qo'shilib, shu yerda biz qiladigan jamamizni qilsak bo'ldi degandan keyin Liu Bei'lar qo'shildi. Shuning bilan Gongsun Zen bilan birlikda 18 taram qo'shiniga qo'shildi.